Araq bo'yida go'sht yemoqchimizdagi Andijonda eng salqin, eng so'lim restoranlardan biri Ahmiyet oshxonasidan. Aka bitta chiroyli obzorini qilib beraman aka. Nima ovqatlar tayyorlanayotgan va qanaqa shedevr ovqat tayyorlab qo'ygan sizga ko'rsatib o'taman. Arig'imiz chuqur bo'lmasa ham, zato manzarani ko'ring aka. Joylarimiz haqiqiy rostakam archani yonida joylashgan. Aylanasiga fontan bo'ylab, ariq bo'yi bo'ylab aka joylarimiz to'lim holatda sizni kutyapti. Kapsuladan zerikdim deganlar uchun haqiqiy prirodani atmosferasi. Prirodam bilan boshim qatarmi o'zim tog'dan keldim deganlar uchun inoplanetik kapsulamiz bor. Keling. Ahmiyet oshxonasidan joyda bron qilgan paytingizda xuddi shunaqa go'zal holatda sizni kutib oladi. Ovqatlarimizdan biri o'rdakda yeb turib davlengiz ko'tarilib ketib qoladigan bo'lsa, albatta -20 holatda konditsionerimiz ishlab turibdi. Bemalol o'zingiz kelib olaverasiz aka. Oyog'imni osmondan qilib yotishim kerak deganlar uchun joyimiz haqiqatan ham mo'tadi. Siz uchun aka tayyorlab qo'yganmiz. Yumshoq kreslo, divanlari ham bor aka. Aka joy haqiqatan ham og'izda to'ldirib maqtaydigan ekanman. Aka bemalol oila bilan, ulfat bilan, kollektivlargacha joylarimizni mo'tadil siz uchun qilib qo'yganmiz. Ovqatimizning menyusi aka, yorma, o'rdak, til, biqin, eng asosiysi vagorga qo'shilgan. Albatta keling, ta'mlarini bitta o'zingiz his qilib keting. Aka, ko'chadan turib sizga manzilni, lokeyshonni tushuntirib beraman. Go'shtxo'rlar planetasi Ahmedning telefon raqami, alo va lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Manzil Andijon, orientir 80 metr Kalsavoyi. 80 metrga kiraverishingizda yo'lda bo'yida. Ahmed oshxonasi. Xush kelibsizlar. Hammalaringizni kutib qolamiz. Salomat bo'linglar. Qalay, jiltillatib qo'yibmizmi? O'zi boshqacha deydi. Ha, mana bu svetlardan menimcha bu yoqqa to'tdi, bu yoqqa to'tdi. Yorib qilmoqchiman-da videoga olganda ham qanaydir bu yerda turganiga qorong'i ko'rinyapti. Atak jiltillab top-tozagina bo'lib qoldi, xudo xolasa. Shilangalar ham keldi. Mana bizning yem oxirlarimiz. Byudjetli variantda eng zo'ri mana shu ekan. Xullas bu 150 lik ekan. Iloji boricha sal kichikroq kesamizda, chuqurroq joyi qolish uchun bittasi yem oxir, bittasi suv oxir. 6 metrdan ekan. Yetadi, endi 6 metr yem oxir. O'zi joyimiz 10 metr. Xonani salqinlashtiradiganlik gofra ham topdi, xudo xolasa. Namangandan bugun xalqqa berishsa, kelib o'rnatib ketishar ekan. Xudo xolasa yem oxir, suv oxir tayyor. Oxirgi qadamlarda xudo xolasa byudjetni variantiga qarang, 215 ming 2010 oldim. 600 mingdan ko'ra 200 ming yaxshiroq, yetmeyroq. Tamom, shun bilan xudo xolasa. Chok. O'pga ko'rib, maylis. Maylis, sekin to'palan qilmasdan, maylis qilamiz. Maylis. To'xta, o'zingni bos. O'ng qarang. Voy. Xo'p. Hurmatli bolalar, qizlar, anaqa kelinglar, to'planamiz. To'planamiz, xolos, maylis qilamiz. Xullas, yeymiz, ichamiz, urushmaymiz. Bir-birimizga sakramaymiz. Mana bu qo'chqar уже sakrab qo'yapti-da. Jengo. Kelinchi Simbaxon. Bir ikki ketamiz, xolos. Hosh, yiqilishim yo'q. Ketdi. Darvozagacha yuguramiz. 1 2 3 3 ketdi. Ancha katta bo'lib qoldi-da. Echkimizdan, tulimizdan. Qo'chqarga nima bor ekan qo'chqarga? Ketdi. 1 2 3. Ana biza. Erkak. Filday bo'ldi ko'z tegmasa, buni sotib, xudo nasib qilsa, hazillashyapman. Hozir emas. Unaqa qarama. Novoz olamiz. Novoz. La. Attagaraga la. Oh, ana biza. Mujik papa. Apple sotaman deganimga. Men uyga borib uzun qilib kelaman. Davay, sizlar go betdan. Davay, jo'ninglar. Aylanasizlar picha. Ha, chiqish bo'pti. Yemmaydi. Tanishib. Shepqan bosqani bos. Ha, kelaver, qo'yma. Davay, ana chaqa chiqsa maza qilishadi bular.